Kuniga $10 pul ishlash ikkinchi dars. Ko'pchilik yozyapti-kan, saytdan pul chiqarib olmaydi yoki odam chaqirishing kerak deb. Yo'q akalar, bu faqat podpiska, like va kommentariy yozib pul topadigan sayt. Bu ruskiy sayt hisoblanadi. Bundan o'zim shaxsan $10 8 soat ishlab, mana shunaqa yaqinlashtirib, uzoqlashtirib, bir narsalar qilib saytlardan registratsiyaga o'tib shunaqa $10 ishlaganman. Даже $10 dan ham ko'p ishlaganman, lekin oson narsa emas, o'ylamanglar oson deb. Birinchi nimada qanday registratsiyadan o'tishni ko'rib chiqdik. Bu ikkinchi darsda nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Bu 3 ta davlatda ishlaydi. Amerika davlatlari, ya'ni Yevropa davlatlari, Rossiya, Ukraina. Biz davlatlarda ham ishlashi kerak. Birinchi personalizatsiya, men nastroykalarni ham shu nimada ko'rsatib ketaman. Bu personalniy degani sizni qilgan nimalaringiz shu yerga tushadi, ya'ni ishlagan ishlaringiz shu yerga tushadi. Izbrinniga zadanyalarni izbrinniga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, bitta zadaniyani shu yerda o'zi izbrinni degan joyi bor. Mana ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ular bor. Bu yoqmadi, bu izbrinni, mana bu действие nimalarniki. Birinchi nimasini tushuntiray sizlarga. Bu VIP degani eng anaqa yaxshi nimalardan bittasi degani. Bu yerda голосовать qilasiz ekan, bu yerda Twitterga podpisatsiya qilasiz ekan. Masalan, Twitterga podpisatsiya qilganingiz uchun 0.6 sent beradi sizga. Unaqa ishdan 145 ta bor. Agar sizga 145 ta Twitter nimangiz bo'lsa, sahifangiz bo'lsa, 145 marta podpisatsiya qilsangiz bo'ladi. Bitta nimani qayta tashlashingiz o'tmaydi, ya'ni bu sayt tekshiradi sizni nimangizni. Bu yerda saytga kirib учетный запись kerak bo'ladi deyapti. Saytga kirasan deyapti, reklamasini ko'rasan deyapti. 27 rubl plus skrinshot uchun yarim rubl beradi. 15 ta shunaqa zadaniya bor deyapti. Bu yerda biz nastroykani o'zi asos, nastroykani personalizatsiya sizni qilgan ishingiz, ya'ni siz qilgan ishlaringiz mana shu yerda turadi. Izbrinni boyagi aytganimdek, mana uni bosib qo'ysangiz shu yerga tushadi. Ana shu zadaniya мои работы sizni mana shu yerda tugagan, ya'ni qilib bo'lgan ishlaringiz mana shu yerda turadi. Ya'ni nimadan tekshiruvdan o'tgan nimasi. Черный спискda sizdan shu zakaz beruvchilarni черный spiskka tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Finans degan joyi bor. Bu yerda pul yechish nimasi. Ko'pchilik aytayapti 5000 rubl bo'lsa keyin yechiladi deb. U Visa kartaga akalar, adashtirmaylik. Bu yerda ikki xil nima bor. Amerika, Yevropa davlatlarida ishlagan uchun bu yerga bossangiz, mana unda dollar, mana unda rubl hisobim. Bu saytdagi hisobim, saytda yig'ilgan pullarim. Bu yerda vizaga bossangiz, keyin bu yerga summani yozsangiz, masalan 100 rubl deb yozdik. Bu yerda minimalniy summa для вывода, ya'ni chiqarib olish uchun 5000 rubl minimalniy viza kartaga, bu esdan chiqmasin. Viza kartaga. Bu SPB, ya'ni nimaniki, Sberbankniki, Rossiyaniki, u ham karta hisoblanadi. Lekin siz buni 320 nimasiga chiqarib olsangiz bo'ladi, ya'ni USDT qilib chiqarib olsangiz bo'ladi. 100 rubl bossangiz mana yozyapti. Komissiyasi nimada? Mana unda komissiyani yozib chiqaryapti. Komissiyasi 0.12 sent ekan. Mana bu Visa kartadan chiqarib olsangiz. Biz tiriqiga bosib bu yerda 120 deb yozib ko'ramiz. Mana minimalniy summa для вывода 179.36 rubl, ya'ni 200 rubldan 200 rubl minimalniy chiqarishingiz mumkin. Ya'ni 200 rubl yig'ildi sizda, siz USDT qilib chiqarib olsangiz bo'ladi. Lekin buni komissiyasi 0.34 sent ekan. Ya'ni bu kopeyka. Ya'ni kuniga agar $10 ishlaydigan bo'lsangiz, 10 kunlikni bittada chiqarsangiz, bu 0.34 sent hech narsa emas, ya'ni. Bu yerda har xil nimalari bor. WebMoney kошелек bilasa bo'lardi ilgari, hozir yo'q bo'lib qolibdi. Shunaqa problemasi bor, lekin USDT bilan Visa karta, mana SPB har doim bor. O'tgan yil ham turuvdi bu. Bu yerda пополнить счет, siz agar o'zingiz zakaz bermoqchi bo'lsangiz, shu yerdan o'zingiz nimangizni, Visa kartangizni ulab turib, minimalniy 1000 rublgacha 1000 rubldan nima qilib, shotingizni to'ldirib turib, o'zingiz zakaz bersangiz bo'ladi. Bu yerda partnyorskiy programma bor. Buni
odamlar aytayotgani mana shu narsa bo'ladi. Partnyorskiy programma nima? Siz odam chaqirasiz, mana shu silkani tashlab, xuddi men tashlagandek chaqirasiz. Ular ishlagandan o'zini dohodidan, mana bu sayt o'zini dohodidan sizga ma'lum prosent beradi. Siz odam olib kelganingiz uchun. Bu yerda yana nastroyka bor. Bu nastroyka, bu yerda язык interface bor mana bunda. Язык interface russkiy bor, inglizcha bor, ukraincha ham bor. Hozir olib tashlashibdi, bilmadim nega. Keyin VMZ kashilok bor, SPB nomer telefon bor, SPB bank bor, Sberbank. Bu yerda boshqa banklar ham bor, Rossiya banklari. Rossiya banklariga pul tushirish umuman problema emas. Bu yerda viza kartangiz bor yoki TRK20 ni kirgizsangiz bo'ladi. Bu yerda parolni almashtirsangiz bo'ladi. Bu yerda ikkinchi parol yozasiz. Bu yerda показать проект kategoriya для взрослых 18+. Buni o'chirib qo'yamiz. Bu yerda kontrol во время avtorizatsiya deyapti. Buni o'chirib qo'yamiz. Nimaga? Bizni turgan joyimizni bilib oladi. Buni yoqib qo'ysak. Vernutka настройкаga kiramiz. Bu yerdan sotsialniy set degan joy bor. Sotsiyetlaringizni 4-5tasini mana bu yerga добавить qilib ulab olasiz. Bu yerda hozir ilgari vkontakt bo'lardi. Hozir vkontakt bor, ilgari одноклассники ham bo'lardi. O'zingiz vkontaktingizni zadaniyalarni bajarish uchun mana shu yerga ulaysiz. Vkontaktga tegishli zadaniyalarni bajarish uchun vkontaktingizni ulashingiz shart. Bu yerda profil joyi bor. Profilda ismingizni yozasiz, polingizni ko'rsatasiz, o'zingiz haqingizda ma'lumot berasiz. Qanaqa tematikalarda ish qilishingizni yozasiz. Bu yerda язык kategoriya вы владеете degan joyiga o'zingizni tushunadigan tilingizni yozasiz. Bu yerga rasmingizni qo'yib qo'yasiz. Bu yerda keyin eng nozik nuqtalardan bittasi ekzamen topshirish kerak. Ekzamen qanday topshiriladi? Russkiy язык, inglizcha, ukrainchadan ekzamen topshirasiz. Buni ichiga kirib o'zlaringiz ko'rib chiqasizlar. Kim ruschani yaxshi bilsa, bu o'ta darajadagi nima ekzamen oladi. Ya'ni oddiy ekzamen emas bu. Men uncha-muncha ruscha biladigan, o'qigan nimalarni topshirtirib ko'rganman, topshirisha olmagan. Chunki qiyin bu ekzamen topshirish. Kim ruschani zo'r biladigan yoki o'qituvchisi bo'lsa, borib rus o'qituvchisiga topshirtirsa bo'ladi. Buni o'tganingizdan keyin o'ta katta imkoniyatlar ochiladi sizga bu saytda. Hozir Milichovkaga ishlaysiz siz. Verifikatsiya akkaunt bor. Bu yerda pasport danlilaringizni kirgizib, nimalarni verifikatsiyadan o'tsangiz bo'ladi. Bu yerda API, bizga API kerak emas. Shunaqa. Bu darslik umumiy mana shu nimadan bo'ldi, ya'ni nastroykalar haqida. Mana shu ekzamen haqida yaxshiroq tushuncha berib ketay sizlarga. Nastroykaga kirasiz. Ekzamenga bosasiz. Bu yerdan russkiyga zdat ekzamenga bosasiz. Bu yerda o'zi tushuntiradi sizga. Nima qilish kerak. Mana hozir menga aytayapti, men kashilogimni ulamaganman. Sen deyapti, ekzamen topshirishing uchun, pulni yechib olishing uchun deyapti, yoki kartangga yoki USDT shotingga ulashing kerak deyapti. Keyin sen ekzamen topshira olasan deyapti. Ya'ni birinchi boyagi joydan o'zimizni kartamizni ulab olamiz. Lekin karta ulaganda ehtiyot bo'linglar. Bir marta ulaysizlar xolos, boshqa ula olmaysizlar. Bu yerdan yoki nomer telefoningizni yoki viza kartangizni yoki TRK20 ni ulab olsangiz bo'ladi. Nomer telefon bizda ishlanmaydi. O'zbekistonda bu Rossiyada yurganlar uchun zo'r. Ya'ni Rossiyada Sberbank ishlatganlar biladi. Raqamingizga ulangan bo'ladi kartangiz. Shu raqamni shu yerga yozasiz, avtomatik raqamingizdan nimangizga o'taveradi pul. Yoki TRK20 ni o'zingiz tashab qo'ysangiz bo'ladi mana shu yerga. Keyin ekzamen topshirsangiz bo'ladi. Bu darsimiz shundan iborat bo'ldi. Keyingi darsda qanday qilib nimani zadaniya bajarishni va shuni nozik nuqtalarini o'rganamiz.